bolachi, 3 ta begunoh bolachi o'lgan. O'tgan hafta meni qarindoshlarim bilan, ya'ni ammalarim va kenilarim bilan Namanganda og'ir avtohalokat ro'y berdi. Ular ketayotgan To'la Cobalt bilan Damas'da to'qnashgan. Allohga shukr, hozirda meni qarindoshlarim hammaligi yaxshi, politsiyadan chiqishdi. Yoshlarim o'zi bu videoni olayotganim sababi ular bilan avariyaga uchragan Damas to'la bog'cha bolalari bo'lgan. 20 dan oshiq bola, 2 ta bog'cha va haydovchi. Va bu avariya natijasida 3 ta bolachi, 3 ta begunoh bolachi o'lgan. Yana nechta bolalar hali ham reanimatsiyada og'ir ahvolda yotibdi. Bunga chek qo'yish kerak. Ko'p eshitaman shunaqa narsani. Ya'ni mashinalarda bolachalarni tiqib, preslab, bog'chaga olib ketib, olib borib kelishadi. Ayniqsa viloyatlarda ko'p shu narsa. Ota-onalar, sizni vazifangiz bolangizni xavfsizligini ta'minlash. Iltimos, talab qilinglar. Damaslardan, bog'chalardan talab qilinglar. Aytilgan normadan ko'p bola bitta mashinaga olinmasin. Men bolamni 20 ta 30 ta bola olib ketayotgan Damasga qo'ymayman deb qachon sizlar talab qilsanglar, bu narsa, bu voqea, bu fojialar tugaydi. Yoki bo'lsam rasmiy xodimlar, iltimos bu narsaga chek qo'yish uchun qanaqadir nazorat, kontrol qilinglar buni. Shuning uchun bu video murojaat qilyapman. Ko'proq odamlarga tarqatinglar. Bolalari shunaqa preslanib, Damaslarga tiqilib, bog'chalarga ketayotgan ota-onalarga yetkazinglar. Maksimalniy repost. Bu fojialarni birga to'xtataylik.